insonlarning eng katta orzusi juda ham katta holatda boy bo'lish. To'g'rimi? Yoki juda ham katta pul topish. O'zi aslida Alloh taolo har bir insonga ko'tara oladigan baxt beradi. Har bir insonga ko'tara oladigan holatda boylik beradi. Keyin albatta shu inson shu baxtni, shu boylikni ko'tara olsagina, keyin qo'shimcha holatda beradi Alloh taolo. Biz insonlar ma'lum bir darajada baxt ko'tara olmayapmiz. Ma'lum bir darajada iqtisodiyot beryapti Alloh taolo, ko'tara olmayapmiz va Alloh uni olib qo'yapti. Shuning uchun biz boriga shukr qilib, ma'lum bir darajada xotirjamligimizni yo'qotmagan holatda biz hayotda harakatlanishimiz kerak-da. Endi bilishimiz kerakki, insonning tashvishi berilgan pulning qiymatiga qarab belgilanmaydi. Masalan, shunday insonlar uchun 100 ming so'm juda ham katta muammo. Shunday insonlar bor, 1 milliard dollar u uchun muammo. O'sha ikkovini tashvishi bir xil. Tasavvur qilyapsizmi? Nima demoqchiman bu gapim bilan? Tashvishni katta kichigi bo'lmaydi, g'amni katta kichigi bo'lmaydi. Insonni qanday qabul qilishini katta kichikligi bo'ladi.